Assalomu alaykum. Araz qilganlar. Hali ketmadimi arazginalar? Bizni eslashingiz u yoqda tursin, salomimga allaqachon olinar. O'zi bizdan o'tdi qandayin ayb? Hech bo'lmasa shuni bilib qo'yaylik. Aybdor bo'lsak gar mayli tan olib, uzrimizni ham so'rab qo'yaylik. Sha'ningizga nojo'ya bir so'z dedikmi? Yoki biron yoqmas bir ish qildikmi? O'ylamay gapirib o'zimizcha nozik qalbingizni biroz tildikmi? Agar shunday bo'lsa, bizni kechiring. Egilgan boshni der qilich ham kesmas. Arazginalarni unuting endi, muslimga bu holat aslo yarashmas. Kechirganni Alloh kechirar albat. Bu sizga eslatma, balki nasihat. Qalbingizda qolmasin gina qudrat. Qovog'ingiz oching araz qilganlar. Ko'nglimizda sizga aslo yo'q g'araz, sizga sog'inamiz, faqat yaxshilik. Qilavermang endi bunchalar araz. Sizga atab yozdim, shundayin bitik. Qovog'ingiz oching, arazlaganlar. Buning muallifi Akramjon Atabayev. Mikrofon qarshisida Dilshoda Begim.